Qo'shni shu desangiz odam yomon zerikdi-ya. Ha, nimasini aytasiz? Bo'pti, men ketdim. Zerikdim deb yana o'zi ketadi. Shu qishloq o'zidan qanaqadir zeriktirmaydigan narsa bo'lsa zo'r bo'lardi. To'g'ri aytasizmi qo'shni? To'g'ri aytyapmanmi? Bilmasam endi o'zingiz bilasiz. Shu qarada nimaga bunaqa bo'lyapti bilmadim. Balki u bari sevar a. Yo'q, qayerdan sevadi? Sen tentak, sen seviladigan bola emassan-ku. Balki Mojid sevar. Dam sevmaydi deyapman senga. Yig'ishtir sevgi begiydi. Undan ko'ra pul top, ishla jo'ra. Rahmat motivatsiya uchun. Lekin men baribir uni sevaman. U bilasanmi qanaqa qiz? Turya qoling. Endi eng asosiy yangiligimizga o'tamiz. Hozirgi kunda bir-biri bilan gaplashayotgan qiz va o'g'il bolaga pul yutug'i berilyapti. Bu pullarni qanday olish mumkin? Albatta siz avval qiz topib oling, keyin pul olasiz. Obbo, shular ham meni qizim yo'qligini yuzimga soladi-ya. Qizlarning ko'zi ko'rda. Mayli, endi nima keragi bor shunaqa narsalarni o'ylab. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joha va sizlar meni yangi videoyimda albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar, chunki bu men uchun juda muhim. Xullas, короче, nima desam ekan endi sizlarga? Nima desam ekan? Pulim bor, normalli. Hamma narsam bor, lekin zerikarli. Короче, hozir mer chaqirtirganmidi, hozir telefon qilay, esimdan chiqib ketdi, chaqirtirganmi. Alo, janob mer. Ha, Jo'xat, kelyapsanmi? Aytgan chaqirganmidingiz meni? Ha, ish bor, tezroq kel. Ha, mayli bo'pti, lekin polizimda ishlarim bor edi-yu. Ha, keyin qilasan, tezroq kel. Mayli, hozir boraman. Mayli, poliz ishini qo'yib turaylik, keyinroq qilarmiz. Tak, hozir esa mer chaqirtirgan yoniga borishimiz kerak. Nimadir ish buyurmoqchi, lekin qanaqa ish buyurishini to'g'risini aytsam umuman bilmayman. Balki osonroq ish buyurar, balki qiyinroq ish buyurar, lekin unisi menga noma'lum. Endi har doim qanaqadir daraxt olib kelish, tosh olib kelish, yo'l sozlash, uyni qurib buzib qayta qurish yoki shunga o'xshash короче ishlar buyurardi janob mer. Endi qanaqa ish buyurishini hozir so'raymiz-da. Tak, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, tezroq kel Jo'xa. Ha, keldim-u mana. Nima ish bor menga? Xullas, bilasan, do'kon egasi bor-ku, do'konchi. Ha, bilaman. O'sha buyurtmalarni olib kelib berardi. Nimadir buyurtma qilsak, doim zakazlarni yetkazib berardi-yu. Ha, shunaqa edi. Men 90-qishloqdaligimga, lekin отдельно bitta odam ishlardi. Ha, o'shanga chaqirtirdim seni. Nima demoqchisiz bu gapingiz bilan? Xullas, o'sha men ishlamayman, do'konimdagi savdoyimni o'zi yetadi deyapti. O'shanga sen o'zing shunaqangi joy ochsang-chi? Zo'r bo'lardi, lekin oylikchi. Oylikni o'zim beraman. Qancha oylik berasiz? Tak, kuniga $100. Серьезно? Da, seryozno. Bo'ldi ya, bratan. Addushi faqat bino qurish kerak-da. Qurasan, oson, sen quruvchisan-ku, qurib ol o'zingga. Bo'ldi, bratan. Addushi. Bo'pti. Men peshonasidan bitta o'pardim. Mayli bo'pti, короче, ketdim. Ishni boshlayman o'sha. Tak, to'xtanglar. Men qurib bo'lganimdan keyin qanday qilib buyurtmalarni o'sha binoga chaqirtirsam bo'ladi? Binoning rasmini menga olib kelasan, keyin aytaman, ular seni uyingga yetkazib berishadi o'sha narsalarni. Bo'pti, bratan, men ketdim. Xo'sh, ana endi o'sha narsani qilishimiz kerak. Zo'r, lekin mazza, dahshat biznes. Ana endi soqqan tayda qolib ketaman-u, boy bo'lib ketsam, tasavvur qilinglar. Hatto shusiz ham boyman-u, lekin bundan-da boy, battar boy bo'lib ketsam, battar bu deydi-ku, battar bo'lib ketsam, mayli. Xo'sh, kerak bo'ladigan narsalar olsak, mana bu narsalar ham kakras o'zi, shunaqa narsalar o'zi kerak edi menga. Yaxshi, juda emas, ajoyib dahshat. Xo'p, kichkinaroq qilib qursam bo'ladi, chunki oddiy ofis bo'ladi-ku. Oddiy ofisga unaqa katta narsa bo'lishi shart emas. Shunchaki kichkinaroq narsa, ya'ni binocha qilib qo'ysak yetadi. Bir ikkita narsalar sig'sa bo'ldi shu ichiga. O'zi ichiga sig'ishni ham qiziq yo'q, chunki menda mana bu yashikcha bor. Mana yashikcha ichiga hamma narsa sig'adi. Tak, hozir bu yerdan toshlarni yig'ishtirib olayda. Toshlarni yig'ishtirib olganimdan keyin pol qismiga tosh ishlataman. Xo'p, 6 ta bo'lsa nechta olsam bo'ladi? Tak, 3 ga 3 9, 4 ga 4 16 ta. 16 bo'lsa 16 4 16 32. Xo'sh, bir 40 tacha olsam yetar ekan. Lekin 40 tachani shu yerdan ola olamanmi? O'sha vaqtim ketyapti. Vaqtimni ketkazmasdan tezroq sindir. Onangga magor jitel demoqchi bo'libman, qaranglar. Kirka, mana shu kirkam juda ham sekin, ko'ryapsizlarmi? Juda sekin sindiradi. Bir tezroq sindiradigan kirka zakaz qilaman o'zimni marketimdan. O'zim market qilaman-da, o'zim market. Keyin Joha o'z market bo'ladi. Joha market, Joha o'z market, o'zim market. Ya'ni o'zim market emas, o'zim market bo'ladi. U bosh harfi, u o'zim market. Juda ham ajoyib idea. Lekin soqqasi menimcha zo'r bo'lsa kerak, chunki o'sha
kuniga 2-3 ta narsa zakaz qilinsa, u zakaz qilingan narsalar pulini merga beraman, mer menga 1 stak dollar kuniga beradi. Shunda bir oyda 30 stak dollar. Tasavvur qilyapsizlar, 30 stak dollar. Bu degani juda ham ko'p degani. Bemalol bir hafta ishlab yangi mashina sotib olsam bo'ladi degani. Bir haftada yangi mashina menimcha juda ham ajoyib. Keyin o'zim do'kon ochsam ham bo'ladi, lekin do'kon ochganimdan keyin men anaqa qila olmayman. Nima edi? Короче, nima demoqchi edim? Esimdan chiqib ketdi, qaranglar. Tashlab keta olmayman bu ishimni. Tashlab ketadigan bo'lsam, mer menga ancha gapiradi. Chunki sen nimaga va'da berganding, va'dangni buzding deydi. Mana shu daraxtni olayda. Qo'shnim ko'rmadimi? Voy, buzib qo'ydim. Ha mayli. Sen ko'rmadi, sezmadi deb o'ylayman, lekin ko'rgan sezgan bo'lsa-ki, dab-dala. Nichivo, mayli. Endi shunaqa bo'lib turgan ekan, nima qilay? Mani aybim emas. Chekkaroq qo'yib qo'yish kerak edi, tak. Ortiqcha bloklarni mana shu yoqqa qo'yib tashlasak, yetadi. Mana bitta urug'ni ekadi kerak bo'lsa, mana. Bonus bratanga. Tak, hozir bitta narsa qilamiz, qaranglar. Mana uni hammasini taxtaga aylantirib yuboramiz. Okay. Hozir deraza yasab olishim kerak. Deraza kerak bizga. Tak, verstakka qo'lim yetar ekan shu yerdan. Tak, yo'q, bu birdaniga yetmas ekan. Tak, mana va mana deraza ikkita yetadimi? Yo'q, ikkita yetmaydi. Kamida 3 ta bo'lish kerak bizga. 3 ta emas, 4 ta qilib yubordim. Mayli, 4 ortiqchasi bilan qilaylik. Aytgancha bitta eshik ham kerak bizga. Eshikni ham yasab olayda birdaniga. Tak, eshik sal ko'proq yasaldimu, gapni qaranglar. Yasadimu, mayli, hech nima qilmaydi. Короче, ishni boshlaymiz. Pol qismini birinchi tag qismini ochib olib turib, pol qismini qilamiz. Tak, 4 ga 4 bo'ladi tag albatta. Hozir bu 3 ga 3 bo'ldi. Endi 4 ga 4 qilib chiqamiz. Okay, juda ham zo'r. 4 ga 4 biz 16 ta bo'ladi. 16 dan 16 ta 32 ta. Menimcha 32 ta bemalol yetar ekan. Men 40 top kepman, qaranglar. Hisob kitobni do'ndirib qilgandim-ku. 2 3 Xo'sh, 1 2 3 tak, 1 2 3 tak, 1 2 3 4 4 tak 4 4. Nimaga 4 ta qildim? Chunki men bunaqa voy, qo'limga ar qo'nsin. Xo'sh, bunaqa va bitta pastga tushganda ay! Asta tushish kerak edi-yu, tez tushib yubordim. Mayli, nechivo, hech nima qilmaydi, hech qayerga hech narsa qilmadik-ku, muhimi. Mana bunaqa yopamiz. Bu yerni ham mana shunaqa yopamiz. Bu tomonga eshik qoldiramizmi yoki eshikni bu tomonga qoldirish kerak edi? Xato joyda qoldirib yuboribman. Hozir to'g'rilaymiz. To'xtanglar. Eshikni mana bu tomondan qoldiramiz, chunki hozir ko'rasizlar nima qilmoqchiligimni. Sabr qilib tursanglar, tamom. Sabr qilish kerak. Faqat va faqat sabr. Sabring tagi sariq. Sariq emas, sabr. Sariq. Короче, sabr qilish kerak. Bo'ldi. Все, ortiqcha gap kerak emas. Bitta, ikkita mana. Shunday qo'yaman, tamom. Shunday qilib qo'yaman, tamom. Bu yerga eshikni qo'yaman, tamom. Mana. Уже tamom. Ustini shunday yopib, voy, qotib qoldi-yu. Okay, nechivo deymiz. Okay. Menimcha juda ham zo'r bo'ldi. Endi mana bu narsalarni o'rnatib chiqish kerak. Bitta yashik. Buni qayerga o'rnatamiz? Yashik o'zi bo'sh joy kam ekan bu yerga. Mana undan 2 ta ekan. Nima kerak bor 2 ta menga? Tak, buni bu yerga qo'ysak. Tak, to'g'ri qo'ydimmi? Notebookimni buni ustiga qo'yib bo'lmaydi-ku. To'xtanglar, unda bu bilan buni sindirib bo'lmaydi-ku. Ha, mayli, endi naylar shu yerda tura qolsin. Men borib notebookimni olib kelay. 2 ta shkaf ortiqcha ekan. Xo'sh, 2 ta shkaf ortiqcha mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Juda ham ajoyib. Ko'proq shkaf bo'lgani yaxshi, chunki buyurtmalar ko'payib ketadi-ku, joy yetmay qoladi. O'shanday vaqtlarda kerak bo'ladi. Notebookni olamiz. Hozir merga rasmga olib borib ulatib kelishim kerak. Keyin o'sha buyurtmalar kelib boshlaydi. O'sha buyurtmalarni keyin tarqatib boshlayman. Notebookni mana shuni ustiga qo'yib bo'ladimikan? Da, bo'lar ekan. O'tirib ishlataveraman notebookni. Ko'ryapsizlarmi? Takoy bor. Notebook nima kerak bilasizlarmi? Buyurtmalarni men ko'rishim kerak, kimga qanaqa buyurtma kelganini. O'shanga qarab aniqlasak bo'ladi. Berga ham tosh kerak ekan. Mayli, ketdim. Avval rasmga olayda. Tak. U kichkinagina bo'lsa ham dahshat budkacha bo'ldi, ko'rdinglarmi? Bo'ldi, normal. 2 ta rasm yetadi. Hozir janob menga ko'rsataman buni. Wow, dahshat bo'lib ketadi hammasi. Yetelchalar qanday yaxshimi? Xo'sh, bratan, men keldim. Короче, tak, mana o'sha tayyor bo'ldi. Ko'rib beringchi. Bo'ldi, hozir jo'nataman. O'sha boraver, uyga hozir borguncha buyurtmalarim kelib qolsa kerak. Na, buncha tez keladi.
endi keladi-da, sразу olaveradi, qarab turasiz. Menga tasha Telegramdan rasmlarni. Tak Telegramingizga tashlavordim. Bo'ldi, hozir mana ochdim, tak jo'natdim. Ularni seni marketingda nomini nima deb ochamiz? Tezroq ayt. Joha Market deb oching, menga o'sha qulay. Bo'ldi, Joha Market juda ham ajoyib bo'ldi. Qabul qilishdi, hozirgiga borgunicha o'sha anavilar tayyorlaydi, nima edi? Короче, buyurtmalar tayyor bo'ladi. Bo'pti, unda janob mer, men borib buyurtmalarni qabul qilib ko'ray. Bo'pti, unda menda ham nimadir kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, o'zingga aytaman, o'zing buyurtma qildirib olib keltirib berasan. O'zingiz buyurtma qilsangiz, meni uyimga kelmaydimi? Ha, shu sen buyurtma qilasan-da, jinni seni noutbukingga ulanadi. Bo'pti, mayli bratan, men ketdim, borib o'sha ko'ray chiqqani nima bo'ldi ekan. Quyosh qani? Ha, quyosh hali berdi ekan. Men kech bo'ldimi deb qo'rqib ketibman. Atak mana bunaqa kattaroq bino bo'lganga ham zo'r bo'ladi-yu, lekin unchalik katta bo'lgani bilan ham qo'pol bo'lib qolardi. Lekin mana do'konchi bratan qilsa zo'r bo'lardi-ku. Do'konga ham klientlar kelardi, faqat do'konda o'zidan pul ishlanmasdi. Tak, bizning butkamiz ham atak zo'r. Stop, bu narsalar. Wow, buyurtmalar darrov kelibdi, buni qaranglar. Kimdir gantelcha buyuribdi, kimdir bunaqangi o'q otadigan narsa buyuribdi. Buni qanday o'ynaydi? Bilmadim, короче. Bu narsalarni xo'sh kiritib hozir qo'yamiz. To'xtaylik, mana bu narsalarni inventardan olib qo'yay, hozir kerak emas. Tak, mana bu narsani olamiz. Buni protsessor, kimdir kolonka bilan protsessor zakaz qilibdi. Menimcha, menga o'xshagan gamer bo'lsa kerak, notebook uchun kompyuter uchun zakaz qilgan bo'lsa kerak. Bu narsalarni hozir biz tak, bunicha hisob qo'ysak sig'adimikan hammasi? Da, 3x3 sig'ar ekan. Bo'ldi, endi bularni ro'yxatga kiritamiz va egalariga SMS jo'natamiz, sizning buyurtmangiz keldi deb. Tak, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16. Bo'ldi, hammaga jo'natdim. Tak, endi qachon kelishini bilmadim-ku, lekin men polizimdagi ishlarim qolib ketgani alam qilyapti. Mayli, nima ham derdim. Mana bu yerga bir ikkita tosh olib kelishim kerak, bu yerni to'g'rilashim kerak. Xullas, ishlar ko'p. Hozircha yopib qo'yamiz. Menimcha bu yerni to'g'rilashga ko'proq vaqtim ketadi. Yaxshisi qolgan bu yerda to'g'rilashim yoki polizimdagi ishlar, xullas, hammasini bilmoqchimiz, albatta keyingi qismni kutib qoling. Keyingi qismda barchasi zo'r bo'ladi.